Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Masayat turdingizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Ajoyib. Yine Madinaning kechki 4dagi vaqti yana sizlarga shu yaxshi joylarini ko'rsatib, odamlar yana hamma namoz uchun yuguryapti. Azon aytilib turibdi. Yana hamma kelgan. Minoralari o'ta go'zal, chiroyli. Kecha kundum go'zal bo'ladi ekan. Akşam aylanib hamma yerlarni qidirdik. Payg'ambarimizning qabrlarına girdik. Qo'llarimizni tegizdik, duolar qildik. Hammaga aylandik. Zamzam suvlari berdilar, ichdik. Xudoga shukr. Xursandmiz. Minning joylara yetirgay hammani bizlarga yetiribsizlar, ham yetirgay. Duo qilinglar. Hamma duo qilsa yetib keladi ekan. Allohim ina xalqqa qaranglar. Kechasi bilan uxlamaydi ekan bular. Soat 1da turib kelib o'tirgan bu xalq hammasi. Eshora. Uyqu yo'q ekan hech kimda. Faqat namoz, namoz, namoz. Madina eng go'zal vaqt joylari shu. Ko'rib, bahramat bo'laveringlar. Bu yonda keling soat 6 bo'lsin, 7 bo'lsin. Deb yatmaydi ekan bu yerda hech kim. Hamma bomdodda kecha kelib tahajjud namozlar o'qiladi ekan. Bomdoddan tahajjud o'qib chiqadi ekanlar. Butun dunyodan bor, Hindistondan ham, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston ish qilib hamma yerdan bor odamlar ish qilib. Dunyo bo'yicha bor. Görüp baravarasizlar, men esa sizlarga tushirib beraveraman. Yana ajoyib Madina. Ko'raverasizlar, bahramat bo'lasizlar o'rtoqlar. Bizlar ham xursandmiz, Bekzodbekdan ham yuborgan bizlarga shura. Xudoyim gelin bilan baxtli bo'lib yashag'ay, farzandlarining baxtini ko'rgay. Navun niyat etgan bo'lsa Alloh yetirgay shunga Xudoyim. Endiki shugurlar o'g'li bo'lg'ay Xudoyim Bekzodbeking. Rahmat, bizlarni hajga yuborib ishini yaxshi narsalardan bahramat etgani uchun umra jamoasina rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib obuna bo'linglar.